yangi bez nomer Malibu XL olib kelib berishgan. Hop, bu XL ga qilib bergan ishimizni krugovoy tonirovka qilib berdi. Lumar ARX dan bo'lgan. Old yonlarigacha 100 talik tonirovka topganmiz. Yon oynalari, orqa yon oynalari lobovoy, polniy 100 talik bo'lgan. Lumar ARX original haqiqiy tonirovka qilganmiz. Magnitli podiumdan qo'yib berganmiz. Malibuga yarashuradi, oldilari bilan ish bo'lgandan keyin. Xudo xolisa avtomobilimiz tayyor. Plyonkadan ichkaridan qanaqa turishini bitta ko'rsatamiz. Tashqaridan beton, hech narsa ko'rinmaydi. Endi ichkaridan ko'rinishi. Mana salon. O'zingiz uchun bitta bilib qo'yaverasizlar, Lumar qanaqa plyonkaligini. Original, haqiqiy. Plyonka yo'q-da, mazah qadillar xudo xolisa. Shuna xizmatlar qiziq bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Любой plyonkamiz bor. Byudjetniy seri, byudjetniy. Shunaqa haqiqiy Lumarlardan seri, unaqasini qilib beramiz. Orqalari ham podiumga cho'kib tushgan.